Tobut mingan otam mening, hech topilmas donam mening. Hozir. Ya akajon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yaxshimisiz? Keling, kiring. Rahmat. Keling, yuring. Tobut mingan onam mening. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi kelib oldingizmi? Nega kelaymi bolalarni olib kelmadingiz, aka? O'zim kelaverdim. Kuyov bola yo'qmidi? Yo'q edilar, ishda edilar ular. Xush kelibsiz. O'tiring, akajon. Bekor jiyalarimni olib kelmabsiz deb rosa sog'ingan edim. Kuyov bola tuzukmi? Keyin safar bir xudo xolasa olib kelaman. Yaxshilar, rahmat. Xudoga shukr ular ham. O'zingiz qanaqasiz, akajon? Yaxshi, Ishlaringiz rahmat. yaxshimi? Xudoga shukr. Mana qara. Nimagadir ko'zingda ma'yuslikni ko'ryapman. Tinchlikmi chiqib? Hammasi joyida, akajon. Aldama meni. Yolg'on gapiryapsan-a? Ozgina ko'zlarni ishlari yurishmay, ro'zg'orimda sal kamchilik bor edi. O'shanga sizga nima tayyorlashni ham bilolmayapman, akajon. Mayli seni. Noshukr bo'lma. Kuyov bolani ham ishlari yurishib ketib, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Sana oldinga o'zi bir masala bilan kelgan edim. Ozgina shu senga ataganim bor edi. Voy, yo'q, akajon, ovora bo'lmang unaqa. Kuyov bolaga indama. Maylimi? O'zingni kerakli narsalaringni ishla, bolalaringni ishla. Rahmat, akajon, boringizga shukr. Yaxshi ham borsiz. Xudo xolasa keyin safar bemalol o'tiradigan bo'lib kelaman-a. O'zingni ehtiyot qil. Men turay. Keling, akajon, yana birpas o'tirsangiz bo'lardi. Jiyalarimni olib keling, akajon. Sizga bir gapim bor edi. Hop. Yana keling, akajon, sizni ko'rib rahmatli odamlarni ko'rgandek bo'ldim. Xudo xolasa. O'zingni ehtiyot qil.